daryo sohillariga sal kechroq keladi. Uning qirg'oqlaridagi to'qaylar, ko'l va qamishzorlarda yoz bo'yi makon tutadigan qushlar ham, issiqni xush ko'radigan qaldirg'ochlar ham quyosh ona yer bag'rini ilitib, kurtaklar ko'z ochayotgan kezlarda, qutning oxirlari-yu hamal boshlarida kela boshlaydilar. O'shanda ham ana shunday kunlar edi. Jayhun bo'yiga chiqqan dehqonlar yaxshi niyat bilan yer o'zlashtirishga kirishdilar. Tashkil topgan xo'jalikka ko'p o'tmay, koreyslar va boshqa millat vakillari ham kelib qo'shila boshladilar. Mehridaryo o'zbeklar ularni o'z og'a-inilaridek ko'rib, boshpana berdilar. Qiyinchiliklarga ko'makdosh bo'lib, quvonchlarini baham ko'rdilar. Qarang, shunga ham 60 yil bo'libdi. yerga kelgan kunlar kuzning o'rtalari, paxta yig'im terimi qizg'in borayotgan palla edi. Kommunizm deb nom olgan bu kolxoz endi Gurlan rayonidagina emas, butun Xorazm vohasida ham mashhurdir. Bugun bu Bayroqdor kolxozda 11 millatga mansub 20 mingga yaqin odam istiqomat qilmoqda. Shahar qiyofasiga kirib borayotgan qishloqlar xo'jalikning tobora yuksalib borayotganligidan yorqin dalolat berib turibdi. Kolxozning yillik daromadi 12,5-13 million so'mni tashkil etadi. Bu mablag'ni aql-idrok bilan ishlatish ko'p jihatdan rahbarga bog'liq. Yo'ldosh Safarboyev bu ishni uddaburonlik bilan amalga oshiradigan raislardan. Ammo hozirgi gap daromad haqida emas, kolxoz va kolxozchilar haqida. Kolxozimiz rayondagina emas, oblastda eng yirik qishloq xo'jalik aktivlaridan biri hisoblanadi. 8400 gektarga yaqin maydonga ega, shundan 5200 gektar yerga dehqonchilik qilamiz. Asosan biz paxta va sholi bilan shug'ullanamiz. 2570 gektar yerga paxta, 1380 gektar yerga sholi ekiladi. Shuning bilan dehqonchilik bilan bir qatorda chorvachilik ham yildan-yilga rivojlanmoqda. Hozirgi kunda 1500 boshdan ziyod qaramol, 5,5 boshdan ziyod parranda, 150 dan ziyod cho'chqa asralmoqda. Biz davlat tomonidan berilgan planlarning hammasini mana shu kunga kelib oshig'i bilan bajardik. Endigi asosiy masalalardan biri shu qolgan hosilni oxirigacha yig'ib terib olish, zimmamizga olgan sotsialistik majburiyatni bajarishdan iborat. Kech kelgan bahor bu yil ham kommunizmliklar ishini mushkillashtirib qo'ydi. Yomg'ir ustiga yomg'ir yog'ib, ko'pgina maydonlardagi chigitlar nishona ko'rsatmadi. Bunday paytda ba'zi bir xo'jaliklar darhol chigitni qaytadan egadilar. Sabr va toqat bilan ish yuritadigan kommunizmliklar esa faqat urug' unib chiqmagan joylargagina chigit qadadilar.
Rayon partiya komitetining birinchi kotibi Viktor Nikiforovich Bayagin bu xo'jalikka har kuni bir kelmasa, ko'ngli joyiga tushmaydigan bo'lib qoldi. U har gal yangi bir taklif bilan kelar. Ayni paytda munozaradan mamnun bo'lib qaytardi. Uning har bir masalaga e'tibor bilan qarashi va samimiyligi bu yerdagi odamlarga ko'proq yoqar, ishga ham katta yordam berar edi. burkanib, Jamila Sobirova, Ozod Matniyozov, Branislav Tsoy singari mexanizatorlar har kuni 10-15 tonnadan paxta terayotgan kunlar, raykom kotibi bilan bo'lgan munozaralar tez-tez yodga olinar. Xotin-qizlarni asrash masalasi qayta-qayta ta'kidlanardi. Ammo buni oshkora aytadigan mard topilmas edi. Mana endi bu ishga boshqacha nigoh tashlash payti keldi. Bu yil brigadamiz a'zolari 120 gektar paxta maydonga chigit ekib barakali hosil yig'ib olishda o'z niyatini ayamadilar. Brigadamiz a'zolari 120 gektar paxta maydonga chigit ekib undan 414 tonna paxta yig'ib terib oldi. Men bu xirmonni yaratishda o'zimning 10 tonnalik hissamni qo'shdim. Men bilan bir qatorda ko'p ming kilogramchi dugonalarim ham 9 tonnadan paxta yig'ib terib oldilar. Ulardan Rajab va Kanan, Yo'ldosh va Anjan, Nazar va Hamidalar shular qatoriga kiradi. Bizga partiya hukumatimizning paxta narxini qimmatlagani bizga juda ham qulay bo'ldi. Bu hamma tomonlama ta'sir ko'rsatdi. Dala shipanlarimizda hamma shart-sharoitlar ko'rib turibsizki, xotin-qizlarimiz paxta terimida hamon asosiy kuch bo'lib qolmoqdalar. Yo'q, biz ularning paxta terishlariga aslo qarshi emasmiz. Buning uchun ularni har qancha olqishlasak arziydi. Ammo biz bunday olqishga olimlarimiz, injener va ixtirochilarimiz sazovor bo'lishlarini chin yurakdan istar edik. Axir bizga xotin-qizlarimizni, umuman odamlarimizni paxta terishdek mashaqqatli ishdan ozod qiladigan mashinalar ertaga emas, bugunoq zarur. Tarixini sholichilikdan boshlagan kolxoz endilikda bu madaniy ekindan har yili 2 million so'm daromad qilmoqda. Ayni paytda bu ekin almashlab ekishda ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Oilaviy pudrat asosida ishlayotgan sholikorlarning tashvish va quvonchlari haqida ularning murabbiysi Boris Platonovich Kim
shunday hikoya qiladi. Колхоз имени Сталина, ныне колхоз «Коммунизм», организовался в 1938 году. По приезду национальности корейцев с Дальнего Востока правительство выделило в урочище на берегу Амудари организовать колхоз имени Сталина, как рисоводчески специализированное хозяйство. С того времени колхоз имени Сталина, развивая в дальнейшем рисоводство, до 1960 года довел посевную площадь 1500 гектаров. Урожайность в 60 году достигла уже около 70 гектаров. 70 центнеров с гектара. Слава его в рисоводстве по области была высокая. Но не только в областном масштабе. Эта слава рисоводства, она достигла до республики. В 1960 году решением партии и правительства было укрупнение хозяйства. Из малоотраслевых, как Ахунбабаев и большевик, стало организовываться крупное хозяйство, как хлопководческое. Хлопководческое хозяйство с 60-го года в дальнейшем стал ведущим многоотраслевым хозяйством. С 1960 года, как хлопководческое хозяйство, вторым в культуре идет рис, и мы это благородное дело все делаем общее. Bugungi rahbar qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak? Bu savolga bir so'z bilan javob berish qiyin albatta. Ammo bilimi bo'lsa bo'ldi-da deganlar yanglishadilar. Chexov iborasi bilan aytganda, rahbarda ham hamma narsaning go'zal bo'lgani yaxshi. Kolxozimiz hozirgi kunda 12,5-15 million o'rtasida daromad qilmoqda. Lekin bu kamchilik qiladi 20 ming aholiga. Shu maqsadda biz kolxozda yanada daromadni oshirish va kolxozchilarga ish topib berish maqsadida konserva zavodini qurib ishga tushirdik. 3,5 million usulli banka ishlab chiqariladi har yili. Shuning yonidagina sublimatsiya sexi, ya'ni qovun, sabzavot, poliz, mevalarni hammasini quritib chiqarib, bundan ham har yilga kamida 1,5-2 million so'mlik daromad qilamiz. Bundan tashqari Moskva shahrida, poytaxtimizda o'zbek taomlarini tashviqot qilish maqsadida ovqatlanish korxonasi tashkil qilganmiz. Bu yerda biz o'zbek palovining, ya'ni Xorazm palovining, suv palovining butun dunyoga tanitmoqchimiz. 30 yil muqaddam shu kolxozda zootexniklikdan ish boshlagan Yo'ldosh Safarboyev odamlardagi eng yaxshi fazilatlarni ularning o'zlaridan o'rgandi. Endi ularni yana odamlarning o'zlariga qaytarib bermoqda. Uning ayniqsa iqtisodiy va sotsial muammolarni planli ravishda hal etishi, yosh avlodning har tomonlama kamol topishida g'amxo'rlik qilishi, munosib o'rinbosarlar tayyorlashdagi ishlari tahsinga loyiqdir albatta. Yosh bolalik onalarning uyda o'tirib qolmasliklari uchun kolxoz har yili kichkintoylarga yangi bog'cha sovg'a qilmoqda. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan bunday bog'chalarning soni 9 taga yetdi. Hozir salkam 300 o'rinlik yana 2 ta bog'cha qurilishi boshlab yuborildi. Respublika maktablariga o'rnak bo'ladigan kompyuterlashtirilgan sinf xonasi faqatgina kolxozning Hamza nomli o'rta maktabida ishlab turibdi.
olimpiadasida g'olib chiqqan ikki o'quvchi Muzaffar O'razaliyev bilan Tursunboy Qo'shayev respublika musobaqasida ham bo'sh kelishmadi. Tursunboy Qo'shayev xalqaro musobaqada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. zotli qoramollarni ko'paytirishga ham katta e'tibor berilmoqda. Undan kelayotgan daromad chorvadorlarning o'zlariga ishlatilmoqda. Bu yerda hamma narsa saranjom sarishta. Chorvadorlar uchun xuddi uydagidek sharoit yaratib berilganligi ishning sifat va samarasini oshirmoqda. Otajon Qurbonboyev singari oilaviy ijro pudrati keng quloch yozmoqda. Bu qadam oila har yili davlatga 350-360 ming dona tuxum sotib, kolxozda parrandachilikni rivojlantirishga munosib hissa qo'shmoqda. Kolxozchilar esa tuxumni 13 tindan emas, 8-9 tindan xarid qilishmoqda. Qishloq soveti raisi Qozoq Madaraxiev bilan qilgan suhbatimiz ham ana shu mavzuning davomi bo'ldi. Mana bu masalani hal qilish uchun kolxozda juda ko'p madaniy maishiy va boshqa obyektlar qurilmoqda. 1989-yilning o'zida ikkita g'iz zavodi, bitta konserva zavod qurib ishga tushirildi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi maktab yoshidagi muassasalar uchun muassasalar qurilishi davom qilib turibdi.
g'isht zavodi ba'zi bir rayonlarda yo'q desak mubolag'a bo'lmas. Kommunizm kolxozida esa yiliga 4,5-5 million dona g'isht chiqaradigan 3 ta zavod ishlayapti. Shu bois kolxozda qurilish ishlari jadal sur'atlar bilan bormoqda. Chetga g'isht sotish hisobiga esa qurilish materiallari olinib, qishloq yo'llariga asfalt yotqizilmoqda. maishiy xizmat uyining ochilishi qishloq mehnatkashlari uchun ayni muddao bo'ldi. Endi ular kiyim tiktirish, suratga tushish, kir yuvish mashinasi, xolodilnik, televizor yoki magnitofonlarni tuzatish uchun anchagina vaqt sarflab rayon markaziga borib yurmaydilar. Hammasi shu yerning o'zida muhayyo. Alohida ta'kidlash kerakki, bu yerda qishloq bilan shahar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga astoydil bel bog'langan. Misol uchun savdo sohasini olib ko'raylik. Ochig'ini aytganda, bu yerdagi magazinlar ba'zi bir shaharlardagi savdo markazlaridan anchagina boy. Xaridorlarga namunali xizmat ko'rsatishda ham savdoning ilg'or usullaridan foydalanilmoqda. Bilim bo'lmaydi. Bilimsiz kommunizm bo'lmaydi degan edi dohimiz Vladimir Ilyich Lenin.
Buni yaxshi tushungan kitobxonlar bo'sh vaqtlarining bir qismi kutubxonada kun bilan bilim egallashga sarf etmoqdalar. Chunki bilim xazina, bilim intilish, bilim kurash hamdir. Shifokorlarning shiori ana shunday. Ular mavjud sharoit va imkoniyatdan to'la foydalangan holda xalqning salomatligini asrashga, uni mustahkamlashga intilmoqdalar. Ha, salomatlik bor joydagina ish bo'ladi, ijod bo'ladi, farovon turmush va boylik bo'ladi. Zotan tani sog'liqning o'zi tuman boylikdir. Qadimdan o'zining shirin shakar qovunlari bilan dong taratib kelgan. Bugun uning olma-yu anorzorlarini, shaftoli-yu uzumzorlarini ko'rib dilingiz yayraydi. Tabiatning bu sehr-u saxovatiga qoyil qolib, uning betakror chiroyini qo'shiq qilib kuylagingiz keladi. Yaratding tog'dan hosildir davna, labli butun yelsan mardona, o'tmas mash'al yonar, qo'yi qo'y qavnana, o'tmas mash'al yonar, qo'yi qo'y qavnana, baxtingni tilarman, men mehribonana. Ey aziz ana yurt, güllagan gulzamlar, ey aziz ana yurt, güllagan gulzamlar, rivojlan yuksaling, ko'rmagin ozor, rivojlan yuksaling, ko'rmagin ozor.
beklaydi ko'ngil. Kommunistlar xo'jalikning asosiy tashabbuskor kuchi hisoblanadilar. Ular qayta qurishni so'zda emas, ishda ko'rsatmoqdalar. Shermat Shomurodovich Rahimboyev esa o'z safida 227 kommunistni birlashtirgan kolxoz partiya tashkilotining kotibi. Jonajon vatanim, xalqim minnatdor. Jonajon vatanim. Kolxoz partiya tashkilotida 9 ta partiya gruppasi, 13 ta sex partiya tashkilotlari mavjud bo'lib, ularga 220 nafar kommunist birlashgan. Kommunistlarimiz kolxoz ishlab chiqarishining barcha sohalarida fidokorona mehnat qilib kelmoqdalar. Kolxoz partiya tashkilotida o'tkazilgan jangovarlik ko'rigi ham kolxoz partiya tashkilotining ishini yaxshilashda o'z samarasini berdi. Jangovarlik ko'rik davomida ko'rik komissiyalari a'zolari kommunistlar bilan yakkama-yakka suhbatlar o'tkazib, ular tomonidan 142 ta tanqidiy fikr mulohazalar va takliflar bildirilganligi aniqlandi va hozirgi kunda kolxoz partiya tashkiloti, sex partiya tashkilotlari bu aytilgan tanqidiy fikr mulohazalarini amalga oshirish bo'yicha ish olib bormoqdalar. Shuningdek, kolxoz partiya komiteti Toshkent oblast partiya tashkiloti ishidagi partiya qabul qilish ishidagi KPSS markaziy komitetining qarorini bajarish bo'yicha ham bir muncha ishlar olib borib, partiya qabul qilish istagini bildirganlarning 2 yillik rezerv sistemasi joriy qilindi va bunga 20 nafar yosh ro'yxatga olinib, hozirgi kunda ular bilan ish olib borilmoqda. Bu yilning o'zida shulardan 8 nafari partiya a'zoligiga nomzodlikka qabul qilindi. KPSS a'zoliga kandidatlarning kandidatlik stajini o'tash bo'yicha ham hisobotlari tinglab borilmoqda va ularning partiya topshiriqlarini bajarishga mas'uliyati oshirilmoqda. Shuningdek, partiya tashkiloti, kolxoz partiya komiteti kadrlarni tanlash va ularni joy-joyiga qo'yish bo'yicha ham bir muncha ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Kadrlarni kolxoz partiya tashkilotining kadrlarni tanlashga e'tiborni kuchaytirib, kolxoz bosh mutaxassislari, brigada boshliqlari va jamoat tashkilotlariga rahbarlarni anonim anketalar tarqatgan holda aniqlab, ularda kolxoz partiya tashkilotining umumiy yig'ilishida tasdiqladi va hozirgi kunga qadar 4 kishi shu rezervdan qo'yildi. Masalan, kolxoz korporatsiya komiteti raisi Qurbonboyev Iskandar, kolxoz komsomol komiteti sekretari Yo'ldoshev Gulmirza, shuningdek Sodiqov Tursunboyev va Madaraxiy Nurlalar brigada boshliqlari saylandilar. Kolxoz partiya tashkiloti brigadalarni saylashga ham keng demokratiya asosida saylashga e'tibor kuchaytirdi. Shuningdek, kolxoz partiya tashkiloti jamoat tashkilotlariga ham rahbarlikni shu sohaga mas'ul kommunistlar orqali amalga oshirib bormoqda. o'zining konserva zavodiga ham ega. Har smenada 9-10 ming bankidan chiqayotgan turli xildagi murabbo va sharbatlar respublikamizdan tashqariga ham yuborilmoqda. Endi kolxoz mehnatkashlari bunday mahsulotlarni o'z magazinlaridan kerakli miqdorda xarid qilishlari mumkin. Respublikamizning boshqa kolxoz va savxozlari ham ana shunday zavod qurish haqida o'ylab ko'rsalar yomon bo'lmas edi.
vaqtlarda chet ellar bilan aloqa qilish rivojlanmoqda. Shu maqsadda Isr va Amerika bilan birgalikda tashkil qilingan Interbyte orqali kolxozimiz territoriyasida rayonimizda ishlab chiqarilgan 12 ming tonna voloknoni qayta ishlash zavodi va fabrikasi qurilish mo'ljallanmoqda. Bu turli dogovorga qo'l qo'yildi. Bu yerda olingan voloknoning hammasi ip qilib yigiriladi, mata qilib to'qiladi, keyin erkaklarning, bolalarning va ayollarning garnituri qilib sotiladi. Natijada bizning ko'pchilik odamlarimiz mana shu yerda ishlashi mumkin. Hozirgi kunda kolxozchilarimizning o'rtacha oyligi mana shu 5 yillikning boshiga nisbatan 124 so'mdan 161 so'mga o'sdi. Lekin bu qanoat hosil qilmaydi. Hozirgi kunda oziq-ovqat programmasini bajarish maqsadida respublikamizdagidek biz ham har bir qishlog'imizda xonadonga 2500 kvadrat metr yer tomorqa yer ajratib berdik. Bu bilan biz yanada ishlab chiqarib turgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini 1,5-2 barobar ko'paytirishimiz mumkin.
kezar kitob, zar uzra zar gurlan bilan. Xorazm ummon erur, necha guhar gurlan bilan. Xorazm bir oftob, ko'kda kezar gurlan bilan. Xorazm baxtim qushi, men unda par gurlan bilan. Gurlanim dunyo erur, bir dunyo kim dunyosi ko'p. Baxt uchun qo'l yuvgali, ko'pdir yopi arnosi ko'p. Ming quyosh poyinda xor, yulduz nazar barnosi ko'p. To samo o'z husniga etdi nazar gullan bilan. Demangiz tuprog'i qum, tiklanmagan tog'lar yotar. Mehnatim qonim singib, jilva bilan bog'lar yotar. Yoshligim tongi atalmish, xo'p ajib chog'lar yatar. Balki jannat ham necha bog'in bezar gullan bilan. Sozlatur el torini, o'z toriga har bir zamon. Jo'r bo'lur har kim anga, kuylar bilan yaxshi yomon. Jo'r bo'lay tortkil kamoningni, bog'olondin omon. Bir go'zal xonish bo'lib, etkil safar gurlan bilan.